O'zbekistonda yashab faoliyat yuritayotgan xorijlik ulamo sifatida shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, Ramazon oyida ehtiyojmand aholi qatlamlariga 1 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi Prezident Shavkat Mirziyoyev janobi oliylarning yuksak insonparvarligi va xalqparvar siyosatining yorqin ifodasidir. Islom ta'limotiga ko'ra ayniqsa muborak Ramazon oyida ehtiyojmandlarga yordam berish, saxovat va ehson qilish eng ulug' amallardan hisoblanadi. Bu borada davlat miqyosida amalga oshirilayotgan bunday xayrli tashabbuslar jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik va o'zaro yordam tamoyillarini mustahkamlab, yurtga xayr va baraka kelishiga sabab bo'ladi. Men turli davlatlarda bo'lganman. Ko'p rahbarlarning faoliyatini kuzatganman. Ammo O'zbekiston prezidentini men eng xalqparvar prezidentlardan biri deb bilaman. Chunki u kishi har qanday vaziyatda ham xalqim deb gapiradi. Qabul qilayotgan har bir qarorining markaziga inson manfaatini qo'yadi. Ramazon oyida ehtiyojmandlarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan bu yig'ilish ham ana shu insonparvar siyosatning amaliy ifodasidir. Ramazon mehr-shafqat, bag'rikenglik va saxovat oyi. Davlat rahbarining nuroniylar, yolg'izlar va muhtoj oilalar holidan xabar olishni ezgu qadriyat sifatida ta'kidlashi islomning asl ruhiyati bilan uyg'un. Ka'ba ichida ham o'z xalqi uchun duo qilgan rahbar mening tushunchamda tom ma'noda Xudo suygan inson hisoblanadi. Bu rahbarlikni faqat siyosiy lavozim emas, balki ma'naviy mas'uliyat sifatida anglash demakdir.